Iltimoslarga binoan qora xalila va sariq xalila haqida gaplashamiz azizlar. Xalila juda ham kuchli o'simlik, uni hamma ham iste'mol qila olmaydi. Insonni tanasini shurim berilsa, shifo bo'ladi. Tushunmasdan berilsa, katta zarar ko'radi inson. Xalilaning mizoji, ya'ni tabiati. Qorasi sovuq va quruq bo'lib, ta'siri kuchi juda ham baland, kuchli hisoblanadi. Asosan jigardagi, o't qopidagi va ichakdagi tiqilmalarni ochadi, eski qotib qolgan moddalarni ko'chirib yuboradi azizlar. Nihoyatda kuchli tozalovchi hisoblanadi azizlar. Sariq xalila sovuq, lekin yumshoqroq, ta'siri va kuchi o'rtacha bo'ladi. Jigar va safro yo'llarini tinchroq, yumshoqroq tozalashga yordam beradi. Xalila 5 xil asosiy yo'nalishda ishlatilgan, lekin sir asrori juda ham ko'p. Ichak muammolarida asosan jigar, safro muammolari, qon bilan bog'liq muammolar, asab va ruhiy og'irliklarda va modda almashinuvida faol yordam bergan. Xalila o'z boshimchalik bilan iste'mol qilinadigan, sinab ko'radigan giyoh emas azizlar. Shuning uchun buni juda ozg'in odamlar, yuragi zaif odamlar, qon bosimi past odamlar va o'zini mutaxassisi ko'rigida bo'lmasdan iste'mol qiladigan insonlarga mutlaqo mumkin emas azizlar. Faqatgina nazorat ostida kerakli o'zini holatida iste'mol qilinadi azizlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Omad tilayman.